Imom Rabboniy Quddusasi ruhuning nasihatlaridan. Bismillahirrohmanirrohim. Maktubi 355 va Mir Sayyid Muhibbulloh Duryoft. 305-maktub Mir Sayyid Muhibbulloh degan zotga yuborildi. Dar bayoni tamomiy asror namoz va kamoli on va farqi darmiyoni namoz mubtadi va ami va muntahi va mayunasibu zalika. Bu maktubda namozning ado bo'lishi va uning mukammal bo'lishi va yangi namoz boshlagan yoki avom odamlarning namozi bilan muntahi darajasiga erishgan, mukammallikni o'zlarida hosil qilgan zotlarning namozini o'rtasidagi farqlar aytiladi va shunga doir masalalar bayon qilinadi. Alhamdulillahi vassalamu ala ibadihi allazina istafa. Alloh taologa hamdlar. Tanlab olgan payg'ambarlari bandalariga salot va salomlar bo'lsin. Bidon arshadakalloh taala. Bilgin. Bu yerda bilgin deyaptilar. Bilgan odam amal qilar ekan. Masalan, o'qigin yoki eshitgin, ko'rgin demayaptilar. Chunki o'qigan, eshitgan, ko'rgan odam amal qilmasligi joiz ekan. Lekin bilgan odam amal qilishligi vojib ekan. Shuning uchun bilgin deyaptilar. Arshadakalloh taala. Seni Alloh taolo to'g'ri yo'lga boshlasin. Tamomiy salovat va kamol on nazd faqir iborat az ityon faroiz va vojibat va sunan va mustahabbat namoz ast. Namozlarni ado bo'lishligi, ya'ni bir inson namoz o'qisa, shuning namozi aqimus solat dedi Alloh taolo, namozni mukammal o'qi dedi. Ana shu mukammal o'qishligi. Namozini tamom, ya'ni uning bo'ynidan soqit bo'lishligi va uni mukammal tartibda yuzaga kelishligi, shu namozining mukammal ado bo'lishligi. Man faqirning nazdida deydilar, farz, shu namozni farzlarini mukammal bajarishligi va vojiblarining mukammal bajarishligi va uni bilishligi va sunnatlarini mukammal bajarishligi va uni bilishligi va mustahablarining mukammal bajarishligi va uni bilishligi natijasida namoz ado bo'ladi va mukammal darajaga yetadi namozi. Mukammal tartibda ado qilingan bo'ladi dedilar. Dar kutubi fiqhiya bayon yofta است. Mana bu namozning farz, vojib, sunnat, mustahablari fiqh kitoblarida hammasi yozilgan, bayon qilingan. Ana shu fiqhdan o'rganasan mana shu farz, vojib, sunnat, mustahablarni. Fiqhga amal qilsang, namozing mukammal ado bo'ladi, bo'yningdan soqit bo'ladi dedilar. Amri digar varoyi in umuri arba'a nisbat ki dar tamomi namoz onro madxali boshad. Namozga doir bo'lgan, namozni mukammal bo'lishligiga yordam beradigan boshqa narsalarning hammasi ana shu 4 ta farz, vojib, sunnat, mustahabni bilgan odamda paydo bo'ladi. Bularni bilmasa, undan keyingi narsalar namoz o'quvchida paydo bo'lmaydi dedilar. Tamomiy namoz onro madxali boshad, xushu'u namoz nez mundarij dar hamin umur arba'a ast. Masalan, Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda xushu bilan namoz o'qishlikni darajalarini bayon qildi. Xushu bilan namoz o'qishlikka buyurdi. Ana shu xushu ham boyagi 4 ta amirni bajargan insondagina paydo bo'ladi. Masalan, sunnati nima, mustahabi nima, vojibi nima, farzlari qaysilar bilmaydigan odamda hech qachon xushu paydo bo'lmaydi dedilar. Va xuzu qalb nez manud ba inha jam'i ba ilmi in umuri kifoyat warzida ant. Huzuri qalb ham
mana shu 4 ta narsani yod olib, namozda qaysi amal, namoz o'qiyotganda qaysi amal ekanligini, ilmini bilib o'qiydigan odamda, shu malakasini hosil qilgan odamdagina mana shu xushu, xudu paydo bo'ladi. Va dar amali musohala va mudohana ixtiyor namuda lojaram az kamolot namoz qalil nasab gashta ant. Endi ba'zi bir insonlar beparvolik bilan namoz o'qisalar yoki riyo bilan, ikkiyuzlamachilik bilan namoz o'qiydigan bo'lsalar, hech iloji yo'qki namozlari kamolotdan, ya'ni mukammal ado bo'lishlikdan nihoyatda nasibasi kam bo'ladi. Ya'ni mukammal ado bo'ldi, mani bo'ynimdan namozlarim soqit bo'ldi deyishligiga juda ham haqlari kam bo'ladi dedilar. Bu yerda ikkiyuzlamachilik bilan namoz o'qish degan gapni keltirdilar. Ikkiyuzlamachilik degani shunday ekanki, masalan, man namoz o'qiyapman deb turib, man namoz o'qiyman deb og'zini to'ldirib ishonch bilan odamlarga aytadi, masjidlarga keladi, namozlarini o'qiydi. Lekin namozni rukunlari nima, shartlari nima, vojib, sunnat, mustahablari nima desa birontasini aytib bera olmaydi. Bu namozga kirganda xayol qochadi-yu, namozga salom bergandagina namoz o'qiyotganini his qiladigan odamlarni ikkiyuzlamachi der ekan. Ikkiyuzlamachilik bilan namoz o'qish der ekan. Chunki haligi ko'rinar ko'zga juda qoyillatib ibodat qilayotganga o'xshaydi-yu, lekin haqiqati boshqacha bo'ladi. Shuning uchun ana unday odamlar dedilar, namozini kamolotidan, tamomotidan nasibasi juda kamdir dedilar. Va jam'i digar ehtimom va huzuri qalb va haqq subhanahu doshta va a'mol awwabiya jawarih kam pardozand va iqtisor va faroiz va sunan namoyand. In jamoaniz az haqiqat namoz ogoh nagashta ant. Bir xil aqidadagi odamlar bor. Bir xil tushunchadagi odamlar bor. Ular chin qalblaridan Alloh subhanahu va taolo mani bo'ynimga 5 vaqt namozni farz qilgan, bu 5 vaqt namozni o'qishligim bu Allohning haqqidir deb qalblaridan shu narsani chindan o'tkazadilar. Shuni o'tkazishim menga vojib, farz deb shunga harakat qiladilar o'sha 5 vaqt namozni o'qishlikka. Lekin namoz o'qiydilar, o'qiyotgan paytlarida javorihlarini, badanlarini boyagi namozdagi sunnat, mustahab, vojib degan holatda mukammal ado qilmaydilar. Nega? Chunki mana shuni ilmini bilmaydilar. Yoki bilsalar ham bunga amal qilmaydilar. Na pardozand, ana shunday qilib go'zal suratda namoz o'qimaydilar. Faqat namozim farzi ado bo'lyapti-yu, sunnatlarini qilyapman-ku deb o'zlarini ana shunday narsa bilan namozda kifoyalantiradilar. Mana masalan, shunga bir misol aytadigan bo'lsak, namozda oyoqlarni o'rtasini 4 enli qilib turishlik Rasulullohning sunnatlari. Shuni qancha namozda turish kerak desa 4 enli deydi-yu, lekin o'zi turishida oyog'ini o'zining nafsiga muvofiq qilib turadi. Yoki takbir tahrimada qo'llarni ko'targanda quloq barobar ko'tarish sunnat bo'ladi. Quloq barmoqlarni uchini quloqning yumshog'iga tekkizishlik mustahab bo'ladi. Fiqh kitoblarimizda hammasida aytilgan. Massan shahmatay uznayhi deb keladi Muhtasarul Quduriyda. Shunda qo'l ko'targaningda qo'llaring shahmatay uznay, ya'ni qulog'ingning yumshog'iga bosh barmog'ingni uchini tekkizgan holatda deb fiqh kitoblarimizda aytgan. Ana shu fiqh kitoblarimizga muvofiq amal qilmaydi. Bunday ko'taradi, ketdi bu yo'q, go'yo sunnatni qoyillatib bajarib qo'ygan
day o'zlarini his qiladigan shunaqa jamoat bor dedilar. Bular esa namozni haqiqatidan, haqiqiy namoz o'qishlikdan ogoh bo'lmagan odamlar. Ularning qalblarida namozga nisbatan haqiqiy muhabbat, namozim haqiqiy mukammal ado bo'lsin degan hisdan yiroq bo'lgan odamlarning namoz o'qishligi u dedilar. Va kamolu namoz ro az g'ayri namoz justa. Huzuri qalb ro az jumlay ahkomi namoz nashmurda. Ana shunday namoz o'quvchilar namozim mukammal bo'lyapti degan xayolda namozning amalidan boshqa amallardan namozlariga mukammallik izlagan odamlar. Namozdan boshqa holat, masalan mana oyoqlarini 4 enli qilib turishlikka qodir, lekin oyog'ini keng ochib turadi. Qimillamay turishlikka qodir, qimillab turadi. Mana shu holatlar namozni sunnatidan tashqarimi? Endi bular ana shunday qilib namoz o'qiyotgan bo'lsa, shu tartibga, sunnatga, mustahabga amal qilmayotgan bo'lsa, ular o'zlarining namozlariga mukammallikni namozdan tashqaridan izlayotgan odamlardek. Masalan, bu juda ham haqiqatdan yiroqda bo'lgan, namozlari mukammallikdan uzoqda qolayotgan odamlarning holatidir dedilar. Huzuri qalbni xotirjamligi mana shu 4 ta boya yuqorida aytgan farz, vojib, sunnat, mustahablarni mukammal bajarishlikda insonning qalbi huzur topadi. Ana shu huzuri qalbni ular namozning arkonlaridan emas, namozdan emas bu. Qalb har joyda bo'laveradi. Qalbing namoz o'qiyotganingda qalbing xotirjam bo'lmasa ham bo'laveradi deb o'ylaydigan odamlarning namozi ana shu tartibda bo'ladi. Va onchi dar xabar omoda است. Vaholanki bu haqida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadis shariflarida xabar berdilar. La salata illa bi huzuril qalb dedilar. Qalbing orom topib shu namozda qalbingda his, namoz o'qiyotganligingni hissi, namozingni qalbingda ado bo'lishligini tartiblari qalbingda bo'lmasa, namozing namoz o'rniga o'tmaydi dedilar. Bu mashhur hadis. Bir odam Rasululloh sallallohu alayhi vasallam masjidda o'tirganlarida bir odam keldida namoz o'qidi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, seni namozing bo'lmadi, boshqatdan o'qi dedilar. Haligi boshqatdan o'qib oldi, yana shunaqa holat 3 marta takrorlandi. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, Rasulullohga boyagi odam aytdiki, ya Rasululloh, men bundan oshiqcha namoz o'qiy olmayman deganlarida keyin tushuntirdilar. A'zolaringni qimillatma. Huzuri qalbing bilan namoz o'qi. Qaysi namozdagi qaysi amalni qilayotganingda qalbing his qilib tursin. Alloh uchun o'qiyotgan namozing bo'lsa, ona shu qalbni qiblasi deydi, Robbi deydi, Alloh deydi. Qalbing Allohning huzurida Alloh taologa bandalik qilayotganingni unutib qo'ymasin. Ana shunda namozing mukammal bo'ladi deb boyagini namoz o'qigan paytida qanday namoz o'qishlik kerakligini, ko'zlaring qiyomda turganingda sajdagohdan o'tmasin, alanglamasin, o'tirganingda tizzangdan ko'zingni qiri nariyoqqa o'tmasin deb har bir holatini Rasululloh tushuntirib berdilar. Keyin namoz o'qiganda Rasululloh uning namozini tasdiqladilar. Shuning uchun aytibdilarki, mana shu yerda Rasululloh aytdilar-ku, la solata illa bi huzuril qalb dedilar o'shanda. Qalbing huzur topmasa, namoz o'qiyotganingda qalbingda shu namozning mukammaliga hissing bo'lmasa, namozing namoz emasdir dedilar. Tavonat budki murodi az huzuri qalb boshad. Bain umuri arba'a ta futuri dar ityoni amri az in umuri voqi nashawat varoi in huzuri digar ba fahmi in faqir name daroyat.
Demak, mana shu 4 ta farz, vojib, sunnat, mustahabdan birontasi tark bo'ladigan bo'lsa, mukammal ado bo'lmasa, men aytamanki, buni huzuri qalbda, xushu huzu bilan namoz o'qidi deb men u odamni ayta olmayman. Toki shu 4 ta narsani mukammal bilib bajarayotgan odam bo'lsagina uni aytish, uni xushu huzu bilan namoz o'qidi degan darajadagi namozni aytish mumkin dedilar. Savol, shu o'rinda bir savol paydo bo'ladi. Chun tamomiy namoz va kamoli on marbut bain umuri arba'a gasht va amri digar varoyi inho dar kamoli on malhuz nashud. Farqi darmiyoni namozi muntahi va namozi mubtadi balki namozi ommi ki maqrun ba ityoni in umur boshad chi buvat. Savol shundan iborat. Namoz ado bo'lishligi, namozni mukammal darajada yuzaga kelishligi mana shu 4 ta ishga bog'liq dedingiz. Farz, vojib, sunnat, mustahabga bog'liq dedingiz. Endi bundan boshqa namozni mukammal qiladigan hech narsa yo'q dedingiz. Shunday ekan, oddiy bir namoz boshlovchi ham yoki oddiy hech ilmdan, taqvodan bexabar bo'lgan odamlar ham namoz o'qiydilar-ku. Endi bularni o'qigan namozi bilan komil insonlarning o'qigan namozini o'rtasidagi farq qayerda qoldi? Ular ham mana shunaqa siz aytganday 4 ta narsani mukammal bajaradilar. Komil insonlar ham bu narsani mukammal bajaradilar. O'rtada qanday farq qoldi deb so'rayaptilar. Shu savol paydo bo'ldi dedilar. Javob beraman dedilar. Farqi azrohi omil ast. Buni o'rtasidagi farq ibodat qilguvchilarning o'rtasidagi farq. Na azrohi amal. Ajri yak amal bavositay ummol tafovut va mutafovut ast. Bu amalda hamma bir xil amal qilishligi mumkin. Haqiqatdan shu 4 ta narsaga ovom odam ham mukammal amal qilish mumkin. Lekin amal qilguvchi odamning darajasi bilan ikkinchi bir amal qilguvchining o'rtasidagi farq juda katta tafovutlarni olib keladi. Amaliki az omil maqbul va mahbub buat oyat ajri on az'af muzoaf ast. Masalan, bir shu namoz ilmlarini mukammal bajarib yurgan, natijada Rasulullohni, Allohning mahbub ummatiga va bandaligiga erishgan zotlar bor. Ana u zotlarning ajri bitta qilgan azgina ajriga, savob amaliga, ibodatiga bir necha barobar katta savoblar beriladi. Az on ajri ki murattab bar amali g'ayri on omil boshad. Chi omil harchand azimil qadr boshad, amali u jazil ajr ast. Masalan, bir amal qilguvchi omil, amal qilguvchi inson qanchalik Alloh taoloning huzurida o'zining taqvosi, ibodati, xushusi bilan qadrini yuqori qila olgan bo'lsa, uni qilayotgan amaliga jazil amallar, beqiyos katta savoblar, ajrlar berilib boradi. Az injo guftaand ki amali riyoyi orif behtar az amali ba ixlosi murid ast. Shu mazmunda mana shu o'rinda ulug'larning, azizlarni bir suhbati gapi bor. Ular aytadilarki, orifni riyoda qilgan amali, riyo qilib qilgan amali
muridning ixlos bilan qilgan amalidan afzal turadi degan gap mana shu o'ringa tushadi dedilar. Fakayfaki amali orif maqrun ba ixlos buat lihoza Hazrati Siddiq radhiyallohu ta'ala anhu sahvi Hazrati payg'ambar alayhi va ala alihi salatu vassalom behtar as-savob amdu xud donista. Qanday murshidni, orifni amali oddiy muridning amalidan ulug' bo'lmasin. Chunki orif har bir qilayotgan amalini ixlos va muhabbat bilan qiladi. Uning qilayotgan amalida juda ham chuqur ixlos, juda ham chuqur muhabbat bo'ladi. Murid esa o'zini amalini shu ulug'likni qo'lga kiritsam, bo'ynimdagi farzni ado qilsam degan vajh bilan o'qiydi. Shuning uchun bularning o'rtasida ajrda farq bor dedilar. Xuddi shu mazmunda Hazrat Abu Bakr Siddiq roziyallohu ta'ala anhu quyidagi gapni aytgan ekanlar. Koshki edi meni mukammal qilgan ibodatlarim Rasulullohning sahu bilan qilgan bir namozlarining ajricha bo'lsa. Mening mukammal qilgan ibodatlarimning ajri Rasulullohning bir marta adashib qilgan sahu bilan qilgan ibodatlariga beriladigan ajrga teng bo'lsa deb orzu qilgan ekanlar. Mana shu narsa Hazrat Abu Bakr Siddiqning orzulari ham bizni aytayotgan ma'noni ta'kidlaydi dedilar. Talabu sahu alayhi va ala alihi salatu vassalom me farmoyat onjoki megoyat ya laytani kuntu sahwa Muhammad. Hazrat Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu aytgan ekanlarki, ya laytani kuntu sahwa Muhammad. Koshki edi. Ya laytani degani bo'lishi mumkin bo'lmagan narsani orzu qilgan odamga aytiladi arab tilida. Men unday bo'lmaydi-ku, meni butun qilgan ibodatlarim Rasulullohning bitta sahvan qilgan ibodatlarini ga berilgan ajrni meni butunlay umrim bino bo'lib qilgan yaxshiliklarim, ya'ni ibodatlarimga ana shu Muhammad sallallohu alayhi vasallamni sahvan qilgan bir ibodatining ajri berilsa edi, afsuski berilmaydi-da deb aytgan ekanlar Hazrat Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu. Orzuy on doratki va kulliyatu xud sahvu on sarvar boshat alayhi va alayhi salatu va taslimat va salam. Bas tamomiy a'mol va ahvoli xudro kam az amali sahvu an sarvar alayhi salatu va salam va tahiyya meydonand. Demak, Hazrat Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu o'zlarining butunlay qilgan amallarini, holatlarini sarvar alayhi salatu va salam payg'ambarimizning amallarining bir adashilgan holatiga berilgan ajrga teng bo'lsa edi deb orzu qildilar. Va tamomi hasanot xudro darajai sahvu on sarvar alayhi salatu va salam mas'alat min namoyat va amali sahvu on sarvar alayhi salatu va salam misli salom dodani adosda alayhi va ala alihi salatu va salam bardu rak'at namozi farz chahorgona kafi batariq sahvi kamaruya. Xo'p, Rasululloh qachon adashuvdilar? Qachon sahu qiluvdilar? Bu quyidagi holatda yuzaga keladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam 4 rakatlik namoz o'qiyotgan paytlarida 2 rakat qilib salom berib qo'ydilar. So'ng sajdai sahu bilan bu namozni mukammal qilib qo'ydilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni bu sahulari ham Alloh taolo tarafidan ummatlariga namozning ichida adashib qolsa nima qilish kerak ekanligini Rasulullohning hayotlarida ko'rsatib berilish maqsadida deydi ulamolar. Ana shunday adashuvdilar. Hazratimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni holatlarini ba'zi bir munofiqlar, ba'zi bir qalbida
g'arazi bor, dinga, Rasulullohga nisbatan g'arazi bor odamlar, payg'ambar ham adashgan, payg'ambar ham mamlaqa qilgan degan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga nisbatan ba'zi bir tuhmatu bo'hton, noto'g'ri gaplarni gapirganlar bor. Ana shunday odamlarning gapiga oddiy sodda xalq uchib qolmasin degan mazmunda Hazrat Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu yuqorida gapni aytdilar. Shu uchun yaxshi tushunishimiz kerakki, Hazratimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam insonlarning, payg'ambarlarning sarvari edilar. Sallallohu alayhi va ala alihi vasallam. Bas namoz muntahi ba vujudi natoij va samaratu dunyoviy ajri jazil oxirat bar on murattab boshad. Demak, bu dunyo natijalaridan, samaratlaridan kechib, bu dunyodagi holatlarini unutib, oxirat uchun chin muhabbat bilan oxiratini aniq mukofotiga ishonib namozlarining mukammal o'qiguvchi komil insonlarga oxiratda beriladigan ajr nihoyatda katta bo'ladi. Baxlof namoz mubtadi va omi. Ularning namoziga yangi namoz boshlovchi odamlarni yoki oddiy odamlarning namozini tenglashtirib bo'lmaydi dedilar. Misro chi nisbati hokro va olami pok. Tufroq bilan olami pokni darajasini tenglashtirishlik mumkinmi? Mutlaqo mumkin emas. Shu uchun oddiy odamlarning namozi bilan sahobiy ikromlarni yoki oramizdagi buyuk darajalarni hosil qilgan ulug' zotlarning namozini, ibodatini tenglashtirib bo'lmaydi. Ularga ajr, ularning muhabbati, ixlosi natijasida katta ajrga ular ega bo'ladilar. Shamali az hasoisi namoz muntahi va ummi namoyat az onjo qiyos namoyat goh است. Man dedilar, bir parcha mukammal namozlarning o'qiguvchi zotlarning holati bilan oddiy omiy namozlarning holatini aytib beraman. Shuni qiyos qilib olishlik mumkin bo'lgan, qiyos qilib tushunishligingiz mumkin bo'lgan holatni bayon qilaman dedilar. Ki muntahi dar namoz, dar vaqt qiroati Qur'on va ityoni tasbihat va takbirat zaboni khudro در رنگ شجره موسوی میابد قوی. Mukammal muhabbat va ixlos bilan namoz o'qiguvchi zotlar o'z namoz o'qigan paytlaridagi qiroatda va tasbihlarni, takbirlarni aytayotgan paytlarida tillarida shunday bir kuchli holatni, shunday bir ishonch bilan so'zlaydilarki, bu tasbihlarni aytadilarki, go'yo shajarai musaviy, ya'ni hech yengilmas, qulamaydigan mustahkam bir shajarani, daraxtning timsolida tillarini ana shunday ishonch bilan, shunday kuch bilan, shunday diqqat bilan aylantiradilar, tillarida tasbih va qiroati Qur'onlarni aytadilar. Va javorih khudro پیش از آلات و وسایط نمیدانند و گاهی yana o'zlarini, javorihlarini, a'zolarini ibodatda shunday mustahkam tutadilarki, Alloh taoloning kuzatib turgan raqiblari, Alloh taoloni buning ibodatini kuzatib turganligi, ko'rib turganligini o'zlarini ibodat qilayotgan oyoq yoki qo'l javorihlaridan avval deb biladi. Ya'ni a'zolarini shu darajada xavf bilan Robbisi xuddi uni oldida ko'rib turganidek his qiladi.
Robbisidan biron bir qilayotgan harakati maxfiy qolayotganligiga shak shubha qilmaydi. Har bir holati, har bir qalbi, har bir nazari Robbisining kuzatuvida ekanligini his qilib namoz o'qiydi. Va gohi meyobatki dar vaqti adoi namoz botini va haqiqati ba tamomi az zohir va surati taalluq kusasda ba olami g'ayb mulhiq shuda است. Gohida namoz o'qiguvchi komil zotlar shu darajada shu holatga o'tib qoladilarki, o'zlarining borlig'ini, haqiqatini, batamom zohirlarini olami g'aybga qo'shilgan, bu dunyo olami emas, balki olami g'aybga qo'shilgan bir bo'lak holatda tasavvur qiladi. Bu dunyodan chiqib ketib qoladi. Va nisbati majhuli kayfiyati bag'ayb paydo karda. O'zlarida g'oybiy, ya'ni g'ayb olamidagi bir tushunib bo'lmas, aytib bo'lmas bir holatdagi bir bo'lak jism suratida his qilib qoladilar. Shu uchun ham rivoyatlarda sahobiy ikrom radhiyallohu taolo anhular cho'l biyobonlarda ko'p yurganlar, namoz o'qiyotgan paytlarida ustilariga uchib ketayotgan qush kelib o'tirib qo'nar ekan. Ki ular go'yo xuddi bir daraxt kabi qotib qolar ekanlarda, bir tosh kabi qotib qolar ekanlar. Na ko'zining qiri, na badanining qimillaganini uchib yurgan jonivorlar his qilmas ekan. Shu darajada xuddi tosh yoki daraxt kabi qotib namoz o'qirkanlar, qotib qolar ekanlar. Ya'ni unaqa holatga o'tish uchun mana bu Imom Rabboniy quddasa sirruhu aytayotganlaridek olami g'aybning bir bo'lagiga aylanib qolar ekanlar. Va chun az namozi forig' shuda boz ruju' namuda. Qachonki namozga salom berib namozdan chiqqanlaridan keyin bu dunyodagi holatga qaytib keladilar. Subhanalloh. Yo onki javob az usul asli savol go'yim. Endi bizga berilgan asl savolga qaytamiz. Ki ityonu umur arba'a mazkura batamom va kamol nasib muntahi است. Demak, yuqoridagi aytilgan 4 ta hukm, farz, namozning farzlari, vojiblari, sunnatlari, mustahablarini o'rganib va unga mukammal amal qilishlik, uni mukammal darajada bajarishlik holati faqatgina komil zotlardagina vujudga keladi. Mubtadi va omi dur است ki ba ityoni in umur ba tamom va kamol. Xo'p. Endi yangi namozga kirganlar, omi ilmdan yiroq bo'lgan, ilm o'rganishdan yiroq bo'lib yurgan odamlar ham bor. Ular bu 4 ta hukmni mukammal bajarishlik ularni qo'llaridan kelmaydi. Lekin in umur ba tamom va kamol muvaffaq shavand harchand mumkin joiz است. Lekin ular mana shu yangi namoz boshlaganlar, avom odamlar ham biz qilolmas ekanmiz demasdan qo'llaridan kelguncha shu hukmlarni o'rganib mumkin qadar shu namozning sunnat, mustahab, vojib, farz amallarini mukammal bajarishlikka harakat qilsalar, ular ham inshaalloh kamolot darajalarini qo'lga kiritadigan holatni hosil qiladilar. Ularning ham namozlari joiz. Qo'ldan kelguncha lekin beparvo bo'lmasdan shu namozning farz, vojib, sunnat, mustahablarini mukammal bajarishlikka harakat qilishlari zarurdir dedilar. Fa innaha lakabiratun illa alal khoshi'in. Oyat-i karima. Bismillah. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Fa innaha lakabiratun illa alal khoshi'in. Bu aytiladigan shariat hukmlarini ba'zilar juda katta mashaqqat deb biladilar. Lekin bu
Allohdan qo'rqqanlar uchun hech qanday mashaqqat keltirmaydi. Bu mumkin bo'lgan, iloji bor bo'lgan amal. Allohdan qo'rqadiganlarga bu amallar hech mashaqqat tug'dirmaydi. Balki ular ixlos va muhabbat bilan shu ishlarni qilishlikka harakat qiladilar. Vassalamu anittaba'al huda.